2024-2025-yil Damas'larda ko'p holatda bitta ovoz bilan kelishyapti. Mana eshitib ko'ringlar-da. Hozir mana shu ovoz nimadan chiqib turganini sizlarga ko'rsataman. Mana shu mashinamizda o'zi endi 6000 km yurgan, yili 2025-yil. Hozir nimadan chiqib turganini sizlarga ko'rsataman. Sizlar ungacha like bilan podpiskani bosib tursalaring, biz ham ilhomlanib yana ishlashda davom etamiz. Xullas, stabilizatorning ikkala tomon 12 voltlarni yechib oldim. Mana eshitinglar ovozini. Mana bu yerdan mayatnikni o'q o'tgan, mayatnikni o'qiga stabilizatorimizda mana shu temir xullas tegib qolgan. Shuning uchun vannalarda o'tganda chiyqillab ovoz chiqaryapti. Xullas, ko'p holatlarda bu teskari qo'yib qo'yilyapti zavod tomonidan. Hozir yechaman, sizlarga o'ng'i teskari holatini ko'rsatmoqchiman. Stabilizatorimizni yechib oldik, tekkan joyini ko'rsatayman. Mana, xullas. Mana shu joyi mayatnikning tegasi bilan bir-biriga ishqalanib yurgandan ovoz chiqqan. Xullas, mana ko'rsalaring, zavod tomonidan bukilgan joy bor, o'rtasi mana pastga egilgan. Mana shu narsa teskari qo'yib qo'yilgani uchun tegaga tegib qolyapti, ovoz chiqaryapti. Biz buni mana bundayga aylantirib o'zini o'ng tomoniga qo'yamiz. Shu bilan xudo xolasa tegmay qoladi, orasida zazor bo'lib. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosinglar-da, tezda yangi Damas'i bor tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Olib kelinglar, shunaqa yoqimsiz ovozlar bo'lsa, o'zimiz chiroyli qilib hal qilib beramiz.